sizlarga buni juda ko'p o'ylab, juda ko'p maslahat qilib, baribir marrani baland olish bo'yicha yana bitta g'ururimizga ta'sir qilayotgan narsani sizlarga aytmoqchiman. Bugun sizlar bilan yana bir muhim yangilikni aytmoqchiman. Mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor kosmik sohada sun'iy yo'ldosh va mamlakatimiz fuqarosi bo'lgan birinchi o'zbek kosmonavtini fazoga uchirish bo'yicha ishlarni boshladik. Bobomiz aniqlagan yulduzlardan borib xabar olib keladi O'zbekiston kosmonavt. Bu nima degani? Rahmat. Qo'llab-quvvatlagan. Albatta bu katta marra, lekin nimaga qilmaymiz? Qilamiz. Jahongirga o'xshagan farzandlarimiz paydo bo'layapti-ku, nima qilishimiz kerak? Albatta buning uchun katta mablag' kerak, buning uchun katta sabr toqat kerak. Qilamiz buni albatta. Shunday kosmonavtga ham tayyorgarlik qilamiz. Bu nima degani?